Aka, bu gapingiz bo'lmaydi. Yo'q, may oyi uchun shunaqa qilib berdingiz, xo'p mayli. Lekin boshqa to'yxonalarda avtobusi ham bor. Unaqa qilmang-da. Xalq mazza qilsin. Avtobusini ham o'sha pulning ichiga tiqib berasiz. Tushundingizmi? Undan tashqari Saboyiga idish ham qilib berasiz. Uyiga olib ketsin. Dasturxonda qolib ketmaydi-yu. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Aziz yurtdoshlar, opa-singillar, aka-ukalar, amaki dodalar. Xullas kalom, ertalabki nahorgi oshlarimiz o'sha 15 ta masalliqi bilan dasturxonda o'zlari hamma narsani o'zlari qilishadi. Siz faqat kelasiz, to'yingizni o'tkazdirasiz, ketasiz. Ichida avtobusi tekin. Bu bonus hisobida. Aynan may oyida biz sizga 17 million deganmidik nahorgi oshni. Ana endi 17 millionning ichida avtobusi ham bor. Undan tashqari hamma masalliqni olib ketish uchun Saboy idishlari ham bor. Ana endi kelmasangiz uyat bo'ladi, aytib qo'ying. Sizlar uchun olishyapman lekin. Hozir men yana janjallashaman. Aka, menga qarang. Siz